Assalomu alaykum, salomatmisiz? Bugun biz sizlar bilan qiz farzand tarbiyasi va ulardagi bo'lgan harakatlar va xato tushunchalar haqida suhbat olib boramiz. Xo'p, e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan joyi nimalardan iborat ekanligiga so'z yuritamiz inshaalloh. Xo'p, keling. Biz ba'zi bir holatda qiz farzandimizga doimiy ravishda sirlarimizni aytamiz. Ya'ni qiz farzandimiz bizning dugonamiz emas. U bizning farzandimiz. Tasavvur qilyapsizmi? U bizning farzandimiz. U bizning dugonamiz emas. Shuning uchun e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan jihati shundan iboratki, farzandlarimizni, ya'ni aynan qiz farzandimizning tarbiyasiga juda ham jiddiy qarashimiz kerak bo'ladi. Nima uchun? Aynan nima uchun qarashimiz kerak bo'ladi? Chunki qiz farzandimiz boshqa bir oilada, boshqa bir xonadonni kelini bo'lishligi, ya'ni qizi bo'lishligi Allohim nasib qilgan bo'ladi. Ya'ni taqdiriga yozilgan bo'ladi. Keling, shu holatda siz bilan suhbatlashamiz. Va xo'p, siz otasini yoki xo'jayingiz bilan urushgan holatingizni doimiy ravishda qiz farzandingizga aytib kelyapsiz. Natijada nima bo'ladi bilasizmi? Natijada juda ham ko'p narsalarni u farzandingiz o'zi qalban his qilishni boshlaydi. Va natijada bilasizmi? Otasiga bo'lgan nafrati ziyoda bo'ladi. Yaqinlarga nisbatan nafrati ziyoda bo'ladi va boshqa bir holatda, keyingi holatda u nafrat ziyodalanib, lekin hamma inson bir xil, hamma inson xuddi shunaqa deya so'zlarni aytib boradigan holatga kelib qoladi. Ko'rdingizmi? Qanchalik narsalarni olib kelyapti. Shuning uchun biz qiz farzandimizni tarbiyasiga juda ham muhim e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Qizimizni ba'zi bir holatda xo'jayinimiz bilan urushdikmi, o'sha bir ma'lum bir holatda, o'sha bir xonadagina qolsin. Qiz farzandingizga, o'g'il farzandingizga yoki ota-onangizga yoki dugonangizga aytishingiz umuman to'g'ri emas. Shuning uchun e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan joyi shundan iboratki, biz doimiy ravishda qiz farzandimizga bu hayotni chiroyli yashashimiz va ibodatlarni doimiy ravishda vaqtida ado qilishligimiz, Qur'oni Karimni yod olishligimiz, unga amal qilishligimiz, har doim ayol kishi ilmli bo'lishi kerakligi haqida so'z yuritishimiz kerak bo'ladi.